Endi bo'ydoqlar ham osongina uylanishi mumkin. Faqat buning uchun 17 ming dollar kifoya. Gap shundaki, pulingiz bo'lsa, sizni tushunadigan, dardingizni tinglaydigan va hech qachon xafa bo'lmaydigan insonni sotib olishingiz mumkin. Xitoyda taqdim etilgan Uworld Uber roboti insondek gaplashadi, yuzida his-tuyg'ularni namoyon qiladi, kayfiyatingizni sezadi, odatlaringizni eslab qoladi va vaqt o'tishi bilan sizga moslashadi. Zarurat tug'ilganda dori ichishni ham eslatadi, ruhiy dalda beradi va doim yoningizda bo'ladi. Eng qizig'i, qo'shimcha to'lov evaziga uning qiyofasini sevgan insoningizga, mashhur shaxsga yoki xayolingizdagi ideal obrazga o'xshatish ham mumkin. Narxi 17,6 ming dollardan boshlanadi. Eng qimmat modeli esa 146 ming dollargacha yetadi. Shunga qaramay, sotuvlar boshlamasdan oldin unga 13,3 mingdan ortiq buyurtmalar berilgan. Ushbu xabarni hali ham uylanmay yurgan tanishlaringizga yuborib qo'yishni unutmang. Xo'sh, sizningcha bu robotlar insonlarning o'rnini haqiqatdan ham bosa oladimi? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Poytaxtdagi eng dolzarb va muhokamalarga sabab bo'layotgan yangiliklarni toshkentliklar 24 kanalida kuzatib boring.